2025-yil 7-sentyabrda Buxorodan Rometandan tog'amiz kelibdi, fermer ekan. 3-4 gektarga boq qilishim kerak, 2 gektar shoftoli, 2 gektar o'rik qilishim kerak. O'rikni ertak vanderkot, Big Ben qo'yishim kerak, ertaki bo'lsin deb kelibdi. Tog'a ko'chatlar qarang. Ko'chalar yaxshi. Ko'chalar yaxshi. O'tgan siz bilan Isominaga bir gaplashgandikki, o'shaga o'zimiz ishonni nima qilib keldik. Ana nevalarni ham ko'rdik. Nevalar hammasi yaxshi, sifatli ekan. Qo'yishmalari yaxshi. Nasib bo'lsa birinchi hosil beradi deysizmi? Xudo xolasa, birinchi yilga Xudo xolasa bitta ikkita nishonlar ko'rsatadi. Do'stlar, Xudo xolasa Buxoroga boq qilamiz, inshaalloh Rometanga boq qilamiz. Bizni Buxoroda kuzatgan Buxoroga ko'chat berganlarimiz hammasi biladi. Xudo xolasa meva berib videolarni tashlayapti. Aka rahmat deb ko'pchilik tashlayapti. Do'stlar, mevali ko'chatdan bemalol aloqaga chiqib boq qiladiganlar aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni qo'yamiz. Mana tog'amizdan bizni oqtarib ishlarni ko'rib turib, mana keldi. 3-4 gektar boq qilib bering deb kelgan ekan do'stlar. Mehnatga bitta lak bosib ham mevali ko'chatdan boq qilaman deydiganlarga bitta jo'natib qo'yamiz.